Assalomu alaykum do'stlar, quyida siz uchun O'zbekistonda telefon va elektronika mahsulotlari bo'yicha do'kon ochish uchun chuqur tahlilli biznes reja taqdim etaman. Bir loyihaning maqsadi ushbu loyiha orqali shaharda yoki odam gavjum joyda telefonlar, gadjetlar va elektronika aksessuarlarini sotishga ixtisoslashgan chakana savdo do'koni ochish rejalashtirilgan. Maqsad texnologiyani yaxshi tushunuvchi iste'molchilarga sifatli mahsulotlar taklif qilish, onlayn va offlayn kanal orqali sotuvni birlashtirish va birinchi yilda barqaror ravishda foyda olish. 2. Bozor tahlili. 2.1 Umumiy bozor holati. O'zbekistonda chakana savdo bozorining kattaligi yaqin yillarda o'sishda, biroq so'nggi ma'lumotga ko'ra ba'zi oylarda pasayish kuzatilgan. Data elektronika mahsulotlari onlayn savdosida ham o'sish bor. Masalan, elektronika e-commerce segmenti 2025 yilga qadar taxminan AQSh dollari bilan olinsa taxminan 900 millionga yaqin bo'ladi. Iste'molchilarning smart telefonlar, notebooklar va aqlli qurilmalarga qiziqishi ortmoqda. 6. Research, Tom 2.2 kuchli tomonlari, strengths, texnologiya mahsulotlariga talab yuqori, odatda yangi model, aksessuar, gadjetlarga bo'lgan ehtiyoj oshmoqda. Onlayn savdo va offlayn do'konni birlashtirsangiz xaridorlar sonini kengaytirish imkoniyati bor. Mahalliy bozorda xalqaro brendlar bilan raqobat, siz kichikroq va mijozga yaqin xizmat bilan ajralib turishingiz mumkin. 2.3 Zaif tomonlari, weaknesses, importga bog'liqlik, elektronika aksariyat hollarda import qilinadi. Bu esa valyuta o'zgarishlari va boj raqamlariga ta'sir qiladi. Raqobat kuchli, katta zanjir do'konlari va internet orqali import mahsulotlari ko'p. Servis va kafolat xizmatlari bilan bog'liq xarajatlar bo'lishi mumkin. 2.4 Imkoniyatlar, opportunities, kichik va o'rta shaharlarda bunday do'konlar kamroq, shu joylarda boshlik bor. Onlayn marketing va ijtimoiy tarmoq orqali chegirmalar, aksessuarlar bilan upsell qilish imkoniyati, aqlli uy texnikasi, aksessuarlar, gadjetlar, bu yo'nalishlar tez o'smoqda. 2.5 Tahdidlar, threats, valyuta kursining o'zgarishi mahsulot narxiga katta ta'sir qilishi mumkin. Siyosiy yoki import bilan bog'liq qoidalarning o'zgarishi, noqonuniy bozorlardan, masalan, kafelarda, bozor joylarida, arzon mahsulotlar raqobati. 3. Marketing va joy tanlash, do'kon joyi, shaharning savdo ko'chalari bo'yicha yoki savdo markazi yaqinida bo'lishi samarali, onlayn e'lonlar, Telegram, Instagram orqali mahsulotni oldindan e'lon qilish, yangi model chiqqanda xabardor qilish. Ochiq kunlar, aksiya kompaniyalari, sovg'alar, masalan, aksessuarlar bilan birga. Texnik servis xodimi, aksessuarlar o'rnatish, kafolat xizmatlari uchun, onlayn va offlayn savdo integratsiyasi. Sizda veb-sayt yoki Telegram, Instagram do'kon bo'lishi lozim. 5. Moliyaviy reja, harflar bilan, boshlang'ich xarajatlar, taxminan ijara, depozit 1 oy oldindan, 15 million so'm, ta'mirlash va jihozlar 10 million so'm, uskuna va dastlabki aksessuarlar 6 million so'm, dastlabki mahsulot. Telefonlar, gadjetlar, aksessuarlar 25 million so'm, marketing va ochilish tadbiri 1 million 500 ming so'm. Ishchi kapital 3 oy, 15 million so'm, jami boshlang'ich sarmoya 60 million 500 ming so'm, taxminiy oyma-oy xarajatlar, taxmin ijara 1 million 500 ming so'm, ish haqi xizmatlar 3 million so'm, kommunal internet boshqa kichik xarajatlar 1 million so'm, reklama va marketing 300 ming so'm, oy jami xarajatlar 1 million so'm, taxminan oy daromadi va foydasi. Oy savdo hajmi, taxmin 10 million so'm, sotuv marjasi, taxmin 30%, oy brut foyda 3 million so'm, oy sof foyda brut foyda minus xarajatlar 3 million so'm minus 5 million so'm minus 2 million so'm. Ya'ni ilk bosqichda zarar bo'lishi ehtimoli bor. Agar oy savdo hajmini 20 million so'm qilib olsak, brut foyda 6 million so'm, sof foyda 6 million minus 5 million 1 million so'm foyda. Shu tarzda siz taxminan o'zini oqlash 12-18 oy ichida real bo'lishi mumkin. 6. Xulosa, telefon va elektronika mahsulotlari do'koni O'zbekistonda o'ziga xos va istiqbolli biznes yo'nalishi bo'lishi mumkin. Boshlang'ich sarmoyani ehtiyotkorlik bilan belgilash, marketingni yaxshi olib borish va assortimentni ehtiyojga moslashtirish lozim. Agar oy savdosini oshirsangiz va xarajatlarni nazorat qilsangiz, 1 yil ichida foydaga o'tish imkoniyati mavjud. Biznes haqida eng foydali videolar shu yerda. Obuna bo'ling, like bosing va fikringizni kommentda qoldiring.